Endi palon pulga konditsioner olishlaring shart emas. To'g'ri, konditsionerda ham o'zining o'rni bor, lekin biz sizlarga video davomida ko'rsatadigan narsamiz sizlarga ancha arzonga tushadi. Havolar mana isishni boshladi, Xudoga shukr, yoz kelgan. Juda ko'pchilikda endi issiq qiynaydi. Shunaqangi vaziyatlarda biz sizlarga uy sharoitida oldin ham ko'rgan bo'lsalaring kerak, bilmaganlar uchun eslatma bo'ladi. Xudo xolasa sizlarga shu arzonroq holatda bo'ladigan uy sharoitida bitta xonani bemalol sovutadigan narsani video davomida ko'rsatib o'tamiz. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rib, bittadan agar foydali bo'lsa like bosish eslangdan chiqmasin. Shunaqangi narsalarda obuna bo'lib qo'ysalaring, foydali videolarni sizlarga ko'rsatib boramiz. Xo'p, bu nima deganlarga oddiy bitta shu ventilyator bilan xuddi shunga o'xshagan setka, idishlar bilan foydalanib qilsalaring bo'ladi. Endi biz buni sizlarga ko'rsatish uchun bunday holatdagi yashikni qo'ydik. Xohlasalang bularga o'xshagani ham bo'laveradi yoki xullas kattaroq bo'lib turib, sal balandroq shu atrof setkali idishlar bo'lsa, ancha foydali bo'ladi. Xo'p, bitta ventilyator kerak bo'ladi. Keyin mana bunga o'xshagan mana baklashkadagi suvlarimizni ham olaylik. Xuddi suvlarni morozelnikka qo'yib muzlatilgan bo'lishi kerak. Yaqinroqdan olib qo'yingda ko'rsating, jumangiz. Yaqindan ko'rinyapti. Xullas, ventilyator bilan shu narsa bo'ladi, xolos. Buni o'sha xolidenlikka bir kun oldin qo'yib qo'yasizlarmi? Rostman muz bo'lsa, biz endi ko'rsatish uchun suvni baklashga quyib ko'rsatyapmiz. Xuddi shunga o'xshagan idishlarga solasizlar, mana shunday qilib. Agar kattaroq idish bo'lsa, ko'proq baklashgan muzlatib solib qo'ysalar ham bo'laveradi. Ventilyatorning ustiga bitta mana shunday qilib qo'yilsa, bunday qilsa ishlaymi? Mana shunday qo'yib qo'ysalaring bo'ldi. Atrofidan shu muzligini hisobiga atrofidan sovuq urar ekan. Konditsionerga o'xshagan sovuq havo chiqarib turaveradigan narsa bo'lar ekan. Endi bu ventilyatorimiz tursa 300 ming, 200 ming, balki 500 minggacha har xil arzon qimmat variantlari bor. Xullas sizlarga uy sharoitida bitta yaxshi maslahat. Kattaroq bo'lsa yaxshi bo'lar ekan. Bu endi sizlarga ko'rsatish uchun mana shunday holatda qilinyapti. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan keyingi videolarimizda ham sizlarga shunaqangi narsalar chiqarib borishga harakat qilamiz. Salomat bo'lasizlar.